Delali fasonimizning o'rtasiga qatirlayotgan mana bunday tuniki fon detalimizni tez va sifatli qatirish bukish yo'llarini hozir o'rgatib beraman aziz do'stlar. Video roligimizni boshlashdan oldin esa Erkin tuniki fon kanaliga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Sababi kun mobaynida mana shunday foydali video roliklarni, ya'ni tuniki fon qanday qatiriladi, tuniki fon narxlari shu haqida barcha foydali ma'lumotlarni Erkin tuniki fon kanaliga joylab boramiz. Xo'p do'stlar, bu tuniki fonimizning birinchi list holatdagisi 41,2 sm bo'ladi. Hamda bu cheka tili 1,5, ichiga qaytarilgan 1,5, o'shu bu joy 3 sm, yomosh stoykasi esa do'stlar 2 sm, tepasi esa 27 sm qoladi. Bu chekasi ham 2 sm atrofida, bu chekasi esa 5,5 sm til bo'ladi. Sababi bu tomonimizga 1,5 sm kirib ketgandan keyin o'rta holi 4 sm bo'lib chiqadi. Shunda bez lenta o'zidan lenta chiqarilgan bo'ladi. Ko'rib turganlardek ish juda ham sifatli chiqadi. Bu tomonda hech qanaqa lenta zazor ko'rinmaydi. Bu tomoni ham nolga qo'yilgani uchun ko'rib turganlardek ish juda ham sifatli bo'lib chiqadi. Tuniki fon sexda bukayotgan akalarimiz ham bittada bir yo'la lentasi ichida o'tib ketadi. Hamda qatirayotgan ustakalarimiz ham ishi juda ham sifatli bo'lib chiqadi. Hamda kam rasoti bo'ladi aziz do'stlar. Yana bir fayzli xonadonimizda tuniki fon ishlarimiz davom etmoqda. Do'stlar, bu xonadonimizning hozir biz ichkariroq xonalarini tuniki fonlar qilib bermoqdamiz. Hamda ko'cha shapkalarini tuniki fonlarimiz o'z yakuniga yetdi. Hozir ko'cha shapkalarini sizlarga ko'rsatib beraman. Xonadonimizning ko'cha shapka qismi bo'ladi. Ko'cha shapkamizda tuniki fonlarimiz pashti o'z yakuniga yetgan. Do'stlar, ko'rib turganlardek oppoq fasondagi tuniki fonlarimizdan qilib berganmiz. Ishimizning sifatini burchaklardan bilib olsanglar ham bo'ladi. Tashqi, ichki burchaklarni ko'rib turibsizlar. Juda ham sifatli bo'lib chiqqan. Hamda ustunimizning burchaklarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana burchaklar ham juda ham sifatli ustakalarimiz bor mehrini berib uyda egalasi. Uyda egalariga ishlarimiz manzur kelish uchun, sifatli chiqish uchun mana shunday sifatli tuniki xizmatlarni qilib bermoqdamiz. Sizlarga ham mana shunday sifatli tuniki xizmatlar kerak bo'lsa, albatta ekranimizda ko'rsatib turgan nomerlarimizga aloqa qilib buyurtma qilishni esdan chiqarmang. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarga kam bo'lishi mumkin aziz do'stlar.